الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Ahmad bin Hanbal o'zlarining hadis to'plamlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni rivoyat qilgan ekanlar. Bismillahir rohmanir rohim. Qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu sadiqan wa nafsuhu mutma'innatan wa khaliqatuhu mustaqimah وأذنه مستمعة وعينه ناظرة. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlarki, qalbini iymonga xolis qilgan kishining najot topganligida shak shubha yo'q degan ekanlar. Iymonni qalbga xolis qilishlik faqat bir iymon kalimasini til bilan ifodalab qo'yishlik emas. Til bilan iymon kalimasini ifodalagandan keyin qalbi bilan tasdiqlab va shunda ixlos paydo bo'lishligi kerak. Har bir qilayotgan shariat buyruqlarini ixlos bilan qilishligi, ya'ni ixlosning ma'nosi qilayotgan amalni Allohning rizosi uchun qilishlikka harakat qilgan kishining najotida shak shubha yo'q degan ekanlar. Va ja'ala qalbahu saliman, qalbini salomat qilgan bo'lsa. Qalbni endi salomat qilishlik, birodarlar, bu juda qiyin bir masala ekan. Insonning qilayotgan amali hammasi ko'rinishda bir xilga o'xshagan bilan qalbining shunga salomat bo'lishligi juda bir kam kishilarda topiladigan masala ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bir kishini jannati ekanligiga guvohlik berdilar. Shunda Amr ibn al-As ismli sahobalardan bittalari shu kishining majlis tamom bo'lgandan keyin ortlaridan ergashib borgan ekanlar. Hovlilarini ko'rib, uylarida ma'lum bir kun turib, shu kishining amalini tekshirgan ekanlarki, jannati bo'lishligiga sabab bo'lgan amali nima ekan deb. Tekshirsalar odatiy o'zlarini amallaridan deyarli bir farq qiladigan amalni ko'rmagan ekanlar. Shunda so'radilarki, men sizni hovlingizga mehmon emasman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni jannati ekanligingizga guvohlik berganlarida men shu kishining jannati bo'lishligiga sabab bo'lgan amali nima ekanligini men tekshirmoqchi bo'ldim. Lekin men o'zimdan bir deyarli ortiq bir amalni sizda ko'rmadim. Qanday men ko'rolmayotgan amal nima sizda deb so'raganlarda aytgan ekanlarki, meni to'g'ri sizga aytgandek bir deyarli amalim yo'q, ammo qalbimda iymonlik musulmon kishiga biror marta men adovat qilmadim degan ekanlar. Qalbini salomat bo'lgan kishini najotida shak shubha yo'q deganliklarini ma'nosi ham shu bo'lsa kerak. Va lisanahu sodiqan, tilini to'g'ri so'zlaydigan qilgan bo'lsa. Til bilan to'g'ri so'zni aytishlik bu ham oson bir ishga o'xshaydi. Haqiqatda bir tarafdan olib qaralganda oson. Lekin o'zingizga zarar bo'ladigan o'rinlarda to'g'ri so'zlashlik juda qiyin ish ekan, birodarlar. Til, lisan kalimasi ba'zi o'rinlarda zikr ma'nosida, ya'ni nom ma'nosida ham keladi. Estaizu billah ve cealli lisana sidqin fil ahirin.
meni dedilar Ibrohim alayhissalom duo qilib, kelajak avlodda yaxshi nom bilan tilga oladigan shuhratni o'zing ato qilgin degan ekanlar. Mana duolari ijobat bo'lib, Ibrohim alayhissalomni yomon ko'radigan biror bir millat yo'q birodarlar. Hamma millat Ibrohim alayhissalomni hurmat bilan tilga oladi. Lisan kalimasi shunga ham iste'mol qilinadi. Lisanahu sodiqan bi tamrat, tilini to'g'ri so'zlaydigan bo'lishligi murod. Estaizu billah, Alloh subhanahu va taolo biz to'g'ri so'zni so'zlashlikka Alloh tarafidan ma'mur bo'lganmiz. Va qulu qawlan sadida, to'g'ri so'zni so'zlaylar mana. Va nafsuhu mutma'innatan, o'zini qalbini osoyishta qilgan odamning ham najotida shak shubha yo'q. Qalbini osoyishta qilishligi shuki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan qazo qadarga juda osoyishtalik bilan kutgan bo'lsa, shu o'zi beqaror bo'lmagan bo'lsa, boshiga ozgina musibat yetib qolishligi bilan beqaror bo'lib, hatto ba'zi kishilar dini islomda mustahkamroq bir harakat qilayotgandan keyin biror bir musibat yetib qolsa, ilgari dinini mahkam qilmaganimda shunaqa musibat yetmadi deyishlarga o'tib ketadi mana birodarlar. Ana qalbi nihoyatda osoyishta bo'lishligi kerak. Va xaliqatahu mustaqimatan, xulqini to'g'ri qilgan bo'lsa, tabiatini. Va uzunahu mustami'atan, qulog'ini to'g'ri so'zlarga eshituvchi qilgan bo'lsa. Qulog'i shariatga muvofiq so'zlar bilan muvofiq bo'lmagan so'zlarni ajrata oladigan bo'lsa, mana bu odamning ham najotida shak shubha yo'q ekan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, so'zlarga quloq solib eng yaxshisiga ergashadigan kishilarni maqtaganlar. Va aynahu naziratan, ko'zini haq bilan nohaqqa qaraydigan qilib qo'ysa, haq nima, nohaq nima ekanligidan ko'zidan foydalanilgan kishining ham najotida shak shubha yo'q. Qur'oni Karimda Estaizu billah, lahum qulubun la yafqahuna biha va lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Qalblari bo'lib, to'g'ri, noto'g'ri so'zni ajrata olmaydigan kishilar, quloqlari bo'lib, quloqlaridan foydalanmasdan haq so'zlarni eshitib, nohaqlarini nohaq deb, haqini haq deb eshitadigan yo'lda quloqidan foydalanmagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo bularni qalbi bor-u, tushunmaydigan qalbi bor. Quloqlari bor-u, bu quloq solmaydigan quloqlari bor. Ular hayvonlarga o'xshagan, balki hayvonlardan battarroq, adashganroq deb yod qilganlar. Chunki hayvon to'g'ri so'z, noto'g'ri so'zni ajratadigan qilib, to'g'ri so'zni unga shariat so'zini gapirsa ham bir hayvonga boshqa bir so'zni aytgan tovushdan boshqa narsani eshitmaydi. Bir ikki narsani bir-biriga urishtirgandan chiqadigan ovoz bilan shariat so'zining u hayvonga nisbatan farqi yo'q. Ana shariat so'zi bilan boshqa so'zlarni farqini ajrata olmagan odamlarni ham go'yoki Alloh taolo bu yerda hayvonlarga o'xshagan, balki ulardan ko'ra adashganroq deyapti. Ular hayvonlar ma'zur o'zining yaratilishlik tarafidan. Ulaika humul g'ofilun, haqiqiy g'ofil bo'lganlar quloqlari, ko'zlari va qalblari bilan foydalanmagan odamlardir deyapti. Shuning uchun demak o'zi Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan a'zolardan foydalanishlik bu hadis sharifni xulosasi bo'lyapti. Foydalangan odamning najotida shak shubha yo'q. Chunki shukrning asli ma'nosi ham yaratilgan a'zolarning nima maqsadda yaratilgan bo'lsa shu yo'lga solishlikni
shukur deyiladi mana. Ko'zni nima uchun yaratilgan bo'lsa, shu yo'lda ishlatallasak shukur bo'ladi. Quloqni nimaga yaratilgan bo'lsa, shu yo'lda ishlatallasak shukur qilgan bo'lamiz, agarchi Allohga shukur deb aytolmagan bo'lsak ham. Ming marta Allohga shukur desak-ku, lekin berilgan a'zolarni yaratilishligidan bo'lgan maqsadga sololmagan bo'lsak, shukur bo'lmaydi, birodarlar. Mana Huvaydoni bir baytlari bor. Ham bermadim shohu tuyoq, berdim senga qo'lu oyoq. So'z o'qvali berdim quloq, desa nechuk qilvin mano. Shohu tuyoq bermadim senga. Ham bermadim shohu tuyoq, berdim senga qo'lu oyoq. Hidoyat yo'liga yuradigan oyoq berdim. Bu haqiqat yo'lida foydalanishlik uchun qo'l berdim. So'z o'qvali berdim quloq. So'zlarni eshitib ajratishlikka quloq berdim. Desa qiyomat kuni seni hayvonlarga bergan quloqlar, ko'zlar, oyoqlardan ko'ra boshqacha so'z oyoq berdim, bu narsalar berdim desa nima qilaman, buni shukrini ado qilmasdan borsam degan mazmundagi baytlari bor. Demak, hozirgi hadis sharifda shu ma'lum bo'ladiki, insonga berilgan narsalarning to'g'ri yo'lda ishlatolgan kishining najotida shak shubha yo'q. Ana bu juda ham najotning ham yo'li bir tarafdan qiyin bo'lgani bilan ikkinchi bir tarafdan oson, birodarlar. Masalan, inson o'zini pokiza saqlab, pokiza qilib tarbiyalansa, to'g'ri yo'lda yurmaganligiga xafa bo'ladi. Mana pokiza insonlar biror bir xatoni qilib qo'ygan bo'lsa, uyga borib nadomat qilishadilar. Shuning uchun lekin ba'zi kishilarning fikriga shu narsa ma'lum bo'ladiki, shariati islomiyaga xususan yoshlarning fikridan ma'lum bo'ladiki, biz shariati islomiyani hukmlarini qilishdik, buni qil, buni qilma, uni ye bo'ladi, buni ye bo'lmaydi degan narsalar juda ko'p, bizga qiyinchilik bir holatda qolamiz degan tushuncha paydo bo'ladi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Agar hozirgi vaqtda bu narsani ye bo'ladi, uni ye bo'lmaydi degan savollar qayerdan kelib chiqyapti? Bizi dinimizni rioya qilmagan maslakdan kelib chiqyapti, birodarlar. Agar islom bu rioya qiladigan maslakda biz yashagan bo'lsak, oldimizda yoki sotilayotgan narsalarni ye bo'ladimi, ye bo'lmaydimi degan savol o'z-o'zidan yo'q ketadi. Chunki ular pokiza holatda chiqarilgan bo'ladi. Ana ba'zi narsalarni qilolmayotganligimizni, sharoitlarni qiyinligi islomni tanimagan muhitda biz yashayapmiz. Shuning uchun masalalar hali qiyin bo'lib ketganligini so'rashu. Boshqa joyga boradigan bo'lsa, yeydigan ovqatlarni, yeydigan narsalarni surishtirilmasdan islom olamida yeyilaveradi yerdan. Chunki islom olamining peshvolari musulmonlarning pokiza yeyishlik sharoitlarini hammasini muhayyo qilgan bo'ladi. Shuni o'ylab qolmaslik kerakki, ko'pchilik bu islomga amal qiladigan bo'lsa, juda ko'p narsalarni qilmaslikdan o'zimiz yo'limiz to'silib qoladi deb o'ylamaslik kerak. Shariat islomiyada juda hamma tayyibot, shirinliklar hammasi halol qilingan, faqat ma'lum bir narsalar, u ham insonni mukarram qilinganligidan harom qilingan. Shuni anglashligimiz kerakki, bizlarning qiynalayotgan narsamizga islom sababchi emas, islomni hayotdan surib qo'ygan maslak sababchi bo'lyapti. Shuni yaxshi ajratib olishimiz kerak.